Assalomu alaykum notebook markazi obunachilari. Bugun ham yangi partiya notebooklarimiz kelgan. Har xilidan olib keldik. Core i3, Core i5, $100 keyin premium klassdagi notebooklarimiz ham bor. Narxlari sizlar o'ylagandan ham ancha arzon narxlarda. Tayyor turinglar. Unday bo'lsa boshladik. Birinchi notebookimiz Samsung brendidan bo'ladi. Yani holatlari yaxshi holatda. Prosessorlari Core i5 3250U prosessor, DDR4 8 GB yozuv, 500 GB xotira bilan jihozlangan bo'ladi. Endi bu notebookda o'z ishlariga, buxgalteriya hisob-kitobga, til o'rgangani, dastur o'rgangani, xo'p, undan tashqari o'yinlardan kontrlarda o'ynagani bemalol ko'taraveradi. Narxini atiga $100 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz ham mutlaqo bepul. Zaryadlari 2 soatdan 3 soat, 3,5 soatgacha yetadi. Xo'p, keyingi notebookimiz xo'p Keyingi notebookimiz HP brendidan bo'ladi. Buni ham holatlari yaxshi holatda. Ekranlari 15:6 bo'ladi. Prosessorlari Intel N3060 prosessor, DDR3 4 GB yozuv, 128 GB SSD xotira bilan jihozlangan bo'ladi. Bu notebookda ham bemalol ishga, o'qishga, til o'rgangani, darslar o'rgangani, buxgalteriya hisob-kitobga, o'yinlardan Counter, GTA 5 versiyasi, eskiroq versiyalarini bemalol ko'taraveradi. Buni ham narxini atiga $100 qilib beramiz. Juda ko'pchilik talabalar va o'qituvchilar ham shunaqa $100 notebooklardan rosa ko'p olishyapti. Shoshilinglar, bunaqa arzon notebooklar uzoq turmaydi. Bundan tashqari videoda pastida Telegram kanalimiz silkasi yozib qo'yilgan. Shu Telegram kanalimizga ulon bo'lsanglar, kunlik yangiliklar qo'yiladi. Hozir men videoda aytib o'tmagan ma'lumotlarni ham Telegram kanalimizga o'tib, batafsil ma'lumotlarga ega bo'lsanglar bo'ladi. Keyingi notebookimiz HP ProBook modeli bo'ladi. Buni ham holatlari yaxshi holatda, tepa korpusi karbon bo'ladi, ya'ni barmoqlar izi ham chiqmaydi. HP brendidan. Xo'p, ekranlari 15:6 Full HD IPS bo'ladi. Yonboshdan qarasanglar ham ekranning kassasi buzilmaydi. Parametrlari Core i5 6200U prosessor, DDR4 4 GB yozuv, 512 GB SSD xotira bilan jihozlangan bo'ladi. Bu notebookda dasturlash, IT, programmistlik, buxgalteriya hisob-kitob, ofis ishlariga, tradingga, til o'rgangani, darslar o'rgangani va juda ko'plab ofis programmalariga ishlasanglar bo'ladi. Narxini sizlar uchun atiga $195 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz mutlaqo bepul. Xo'p, keyingi notebookimiz Asus VivoBook modelidan bo'ladi. Xo'p, holatlari ideal holatda. Xo'p, yana bitta ma'lumot. Bu videomiz videoga olinib, montaj qilinib YouTube kanalimizga joylanguncha 2-3 kun vaqt o'tib ketib qolishi mumkin. Ungacha bu notebooklar sotuvda tugab qolishi mumkin. Shuning uchun bizni Telegram hamda Instagram kanallarimizga obuna bo'lsanglar, birinchilardan bo'lib bizga kelgan tovarlardan xabardor bo'lasizlar. Hamda zakaz qilsanglar O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz mutlaqo bepul. Bu notebookimiz ham Asus VivoBook modelidan bo'ladi. Holatlari ideal holatda, yangidek. Parametrlari Core i5 1334U prosessor bo'ladi. DDR4 8 GB yozuv, 512 GB NVMe SSD bilan jihozlangan. Qattichatkalari bor, pastki o'tkasi bor, ya'ni klaviaturasi yonadi. Bu notebookda bemalol dasturlash, IT, programmistlik, buxgalteriya hisob-kitob, ofis ishlariga, tradingga, til o'rgangani, darslar o'rgangani va juda ko'plab programmistlik sohalariga ishlasanglar bo'ladi. O'yinlardan Counter, GTA'larni ko'taraveradi. Xo'p, bu notebookimiz narxini atiga $335 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz aytayotgandek bepul bo'ladi. Telegram kanalida men aytib o'tmagan ma'lumotlarni ham o'tib ko'rasizlar bo'ladi. Har bir notebookimiz Telegram kanaliga joylanadi. Xo'p, keyingi notebookimiz Acer brendidan bo'ladi. Holatini ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari zo'r holatda. Zaryadlari 2 soatdan 4 soat, 5 soatgacha yetaveradi. Parametrlari Core i3 12-pokoleniya, DDR4 8 GB yozuv, 256 GB NVMe SSD bilan jihozlangan bo'ladi. Ekranlari 15:6 Full HD IPS, yonboshdan qarasanglar ham ekranning kassasi buzilmaydi. Xo'p, eng asosiysi
klaviaturada kirillcha, lotincha alfabetlari bor. Hozir juda ko'p notebooklarda faqat lotincha yoki koreyscha yozuvlarda chiqyapti. Bunda ham kirillcha, ham lotincha alfabetlari bor. Va bu notebookda bemalol dasturlash, IT, programmistlik, buxgalteriya, hisob-kitob, ofis ishlariga, tradingga va juda ko'plab programmistlik sohalariga ishlatsanglar bo'ladi. Hop, bu notebook rasm ko'p joyda 250-260 dollarga sotilayotgan. Biz bu notebook narxini atigi 205 dollar qilib beramiz. Shoshilinglar. Holatlari yaxshi holatda ekan. Zaryadlari ham 200 soat atrofida bemalol yetoradi. Hop, keyingi notebookimiz rasm ko'pchilik sensorli notebook so'rabdi. Sensorligidan olib keldik. Holatini ko'rsanglar bo'ladi. Ideal holatda HP ProBook modeli, korpuslari metal, ekranlari sensor bo'ladi. Hop, bemalol planshet qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi, 160 ga aylanadi. Holatlari ham ideal holatda. Bu notebookda passwordga bor, applicatsiya bor, ya'ni barmoq iziga ochiladi. Bo'lgan boshqa vositalar. Parametrlari Ryzen 7 5700U protsessor. Koreyaga Intelga hisoblaganda Core 7 11-12 pokoleniya bilan bemalol kuchi teng holatda ishlaydi. DDR4 8 GB yozuv, 256 GB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan bo'ladi. Zaryadlari 2 soatdan 4 soat, 5 soatgacha yetoradi. Xo'p, bu notebookda bemalol dasturlash, IT, programmistlik, buxgalteriya, hisob-kitob, ofis ishlariga, tradingga va programmistlik sohalari juda ko'plab nimalariga, sohalariga ishlatsanglar bo'ladi. Narxini sizlar uchun atiga 325 dollar qilib beramiz. Endi 325 dollarga Core 7 ga to'g'ri keladigan ham sensorli notebook narxi ancha zo'r bo'lsa kerak, shoshilinglar. Bu notebooklar uzoq turmaydi. Keyingi notebookimiz shaxsan men o'zimga yoqadi, ixcham. MacBookda stilida ishlab chiqqan desa ham bo'laveradi. Chunki bemalol bitta qo'lda ochib yopsanglar bo'ladi. Просто mayr sig'anchalik uchun sig'ani ketib qolyapti. Ekranlari o'ta tiniq bo'ladi. Zaryadlari ham 2 soatdan bemalol 8 soat, 10 soat, 12 soatgacha yetoradi. Holatlari ham o'ta go'zal holatda, ixcham model. Hop, Microsoft Surface modeli bo'ladi. Hop, parametrlari Ryzen 5 protsessor bilan jihozlangan, 6 yadro 12 potov bo'ladi. Intelga hisoblaganda Core 5 12 pokoleniya bilan kuchi bir xil. DDR5 16 GB yozuv, 256 GB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan bo'ladi. Eng asosiysi, ekranlari ham sensor, bemalol qo'lni ham boshqarsanglar bo'laveradi. Bu notebookda ham ofis ishlariga, til o'rgangani, dastur o'rgangani, IT, programmistlik, buxgalteriya, hisob-kitob, juda ko'plab sohalarga ishlatsanglar bo'ladi. Narxini atiga 325 dollar emas, atiga 295 dollardan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Keyingi notebookimiz ham Microsoft Surface modelidan bo'ladi. Holatini ko'rsanglar bo'ladi, zo'r holatda. Ixcham model, bu yerga safarga chiqsanglar ham so'mkalar bir burchagida ketaveradigan model. Xo'p, ekranlari 13:3 bo'ladi, Full HD IPS. Yonboshdan qarasanglar ham ekranda kasra buzilmaydi. Ekranlari ham sensor, bemalol qo'lni ham boshqarsanglar bo'laveradi. O'ta tez ishlashlari ham. Hop, parametrlari Core i5 11-pokoleniya, DDR5 16 GB yozuv, 256 GB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan bo'ladi. Zaryadlari 2 soatdan 10 soat, 12 soatgacha yetaradi. Bu notebookda bemalol dasturlash, IT, programmistlik, buxgalteriya, hisob-kitob, ofis ishlariga, tradingga, bundan tashqari IT sohasini juda ko'plab sohalarga ishlatsanglar bo'laveradi. Narxini sizlar uchun atiga 110 dollar qilib beramiz. Xo'p, sizlarga qanaqa notebooklar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, misol uchun kanalga joylanmagan notebooklarimiz ham juda ko'p. Biz o'zimiz sizlar yo'nalishinglarga, ishlatadigan sohalarga mosini o'zimiz taklif qilamiz. Telegramdan rasmlarni, kerak bo'lsa videolarni, holatlarni video qilib ham tashlab beraveramiz. Bo'ldi, yoqdi desanglar, dastavka qilib chiqaraveramiz. O'zbekiston bo'ylab Andijondan, ya'ni Qoraqalpog'istongacha
dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Men aytib o'tmagan ma'lumotlarni Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, kunli yangiliklar qo'yiladi. Birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasizlar. Sizlar bilan men Diyorbek, bu markazi bo'ldi.